qo'ydingmi? Akramjon Bag'otga. Xo'p, hurmatli obunachilar, yana takror aytyapman. Bozorlarda 350 ming so'mdan sotilayotgan oyoq kiyim, xo'p, sizga Samarqanddan bo'lasizmi, Buxorodan bo'lasizmi, dastavkasi bilan 300 ming so'mga tushyapti. Yo 295 mingga, yo 300 ming so'mga tushyapti. Xo'p, qarang mana, opke Akramjon. Mana zamoylari, ikki tomonlama zamoylari, ichlari mexlik, har tomonlama qulay. Oyoq kiyimni kiyganda bunday kiyib olaveradi, o'tmasa qulay, taylari tekis, padojlari quyma, Mana pol klassik uslubda chiqqan, hamma yo'g'i joyida, 45 yoshdan 40 yoshdan 70 yoshgachaga bemalol aytaveradi. Ko'rib turibsizlarmi, karishning rangi. Hurmatli obunachilar, oliylar arzon 255 ming so'mdan, 255 ming so'mdan. Qarang, materiali teri, kojalik, hech nima bo'lmaydi. Taylari ham tekis, katta odamni qiynamaydi. Hamma yo'g'i joyida, kachvalari yaxshi. Mana qanaqasidan beraylik, hurmatli obunachilar. Oliylar, maza qilinglar, yayringlar. Xalqimiz maza qilsin. Xo'p, manzilimiz Farg'ona viloyati, Qo'shtepa tumanida. Telefon raqamlarimizni yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Ismim Azbek. Bemalol telefon qilib, so'rab, dastavka xizmatlarimiz bor. BTS orqali jo'natib yuboramiz, chiqarib yuboramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta like bosib qo'yasizlar.